Dilfuza opa, ustozlaringiz ko'p, siz ham shogird bo'lgansiz bir paytlar. Hozir siz ham ustozmisiz? Albatta, hozirgi kunda juda ham o'zi shu ustoz so'zini eshitsam, ishoning boshqacha tuyg'u menda paydo bo'ladi. Haqiqatni to'g'ri aytdingiz, ustozlarim juda ham ko'p. Har birini benihoya hurmat qilaman. Ular menga har doim to'g'ri yo'lni ko'rsatishgan. Hozir ham maslahatlaridan foydalanib turaman. Hozirgi kunda o'zim ham ustozman va bu bilan faxrlanaman. Ustozlarim menga to'g'ri yo'l ko'rsatgan kabi, men ham ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishga harakatdaman. Nechta hozir shogirdlar sir bo'lsa? To'g'risini aytsam, hozirgi kunda 5-6 tadan ko'payib ketishdi, lekin aslida o'zimni bitta yaxshi shogird chiqarish niyatim bor. Xabaringiz bor. Mana Instagram orqali ham menga ko'p shogird olasizmi deb murojaat qilishyapti. Bular qancha ko'payib ketgan sari o'zlariga mendan kerakli bilimni olish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shunday ekan, tez orada bitta yaxshisini ajratib olib, oxirigacha tayyorlash niyatim ham yo'q emas.